Assalomu alaykum, meni jajji do'stlarim. Bugun biz sizlarga Xasis Nonvoy va Qariya degan ertakni o'qib eshittiraman. Tabiatning oltin qoidasi. Arab bolalar yozuvchisi. Qadim zamonda ham, shu zamonda ham bir nonvoy bo'lgan edi. Shahardagi eng mazali nonlar uning tandirida pishirilar ekan. U har kuni bolalari yig'ib kelgan o'tinlardan non yoparkan. Kunlarning birida do'koniga har doimgidan ham xaridorlar ko'payib ketibdi. Bundan quvongan nonvoy qattiq hayajonga tushibdi. Savdo qizigan mahal do'konga bir qariya kirib kelibdi. Nonvoy uni yirtilgan, chang bosgan kiyimlariga nazar solib baqiribdi. Mehnat qilayotgan bolalarga atalgan ozgina nondan bo'lak boshqa non qolmadi. Sendan foyda yo'q. Qariya bu muomaladan qattiq xafa bo'lib, do'konni tark etibdi. Ertasi kuni bolalar o'tin olib kelmabdi. Shunda nonvoyni jahli chiqib so'rabdi: "O'tinlar qani?" Bolalar hamma katta daraxtlar kesib bo'lganligini, yosh novdalar yoqishga yaramasligini aytishibdi. Nonvoy nima qilarini bilmay o'ylanib qolibdi, chunki o'tinsiz non bo'lmas edi-da. Mijozlar do'konni tark eta boshlashdi. Shu payt tanish qariya ko'rinibdi. Nonvoyga yaqin kelib, yelkasiga qo'lini qo'yib debdi: "Ey Nonvoy, yur men bilan birga." Ular birgalikda shahar tashqarisidagi daraxtlari qurigan vodiyga yetib borishdi. Nonvoy buni ko'rib juda xursand bo'libdi. Bolalar quruq daraxtlarni kesa boshlashdi. Nonvoy quvonchidan shoshib qolibdi. Qariya Nonvoyga yaqin kelib: "Ey Nonvoy, seni bu yerga ojiz qariya yetaklab keldi. Bunga seni yosh bolalaring qodir emas. Tandiriga o't yoqsang uni xas cho'pmas, qari qurigan daraxt qizdiradi." Nonvoy qariyaga qilgan muomalasini eslab, uyatdan qizarib ketdi. Kechirim so'radi. Hayotda har bir o'z o'rni bor ekanligini yana bir bor angladi. Qarilik keksa daraxt kabi qimmatli. Qari bilganni pari bilmas deb bejizga aytishmas ekan. Arab tilidan Abdurahmon Safo tarjimasi. Mana jajji do'stlarim, siz o'zingiz xulosa chiqarib oling.